Hammaga salom, samimiy guruh obunachilariga. Men bu videoni chiqarishimdan sabab kommentariyalarga javob bermoqchiman. Balkim kimgadir qiziq bo'lgandir, nega biz yo'qolib qoldik. Nega ikkita videodan keyin o'sha yo'qolib qoldik. Bu o'ylamanglar, bu kommentariyalar sababli emas, negativ sababli emas. Buni o'ziga yarasha sabablari bor, hammasini tushuntirib beraman. Birinchidan, kommentariyalar bo'yicha Malibu videosi bo'yicha ozgina ma'lumot bermoqchiman. Malibu videosi bu lyubitelskiy video edi. Biza o'ylamagandik 27,000 prosmotr bo'lib ketadi Malibu videosida. Bunaqa potok bo'ladi, YouTube bizani bunaqa boost qiladi deb biz o'ylamaganmiz. Yo'qda juda katta prosmotr bo'lgan, 27,000 prosmotr bizlar uchun, to есть birinchi videomiz uchun juda katta prosmotr. Men o'zimda strah bor edi o'sha vaqtda kameraga chiqib, kameraga nimadir deyishga, men chunki o'zimni nima deyotganimni o'zim tushunmas edim. Esimdan chiqib ketib qolardi ba'zi gaplar. Ko'p gaplar. Shuning uchun ham o'zingizlar tushunasizlar, birinchi video bo'lgan, birinchi obzor Malibu. Nega o'zi obzor temasiga kirganmiz? Men o'zi yoshligimdan bloger bo'lmoqchi bo'lganman. Lekin tema topolmaganman, mavzu topolmaganman, qanaqa bloger bo'lishga, nima qilishga. Men asosiy streamga qiziqardim. Yoshligimdan stream qilganman Twitchda. Yoshligimdan qanaqa 2021-22-yillardan. Chunki men bilsanglar kerak, rossiyskiy streamerlar Booster, tam Evelon, men doim ularni kuzatib borganman. Men o'zbekchaga ozgina qiynalaman gapirishga, chunki o'zimni nima demoqchi bo'lganimni tushuntirib bera olmayman. Men aslida rus tilida gapirganman, gaplashganman. Shuning uchun ham Malibu videosida ozgina ko'pchilik aytgan, "Shevenli gapir, bunaqa". Men в принципе o'zbekchada qiynalganman. Men xafamiz, hech kim xafa emas. Bizning gruppadan, samimiy guruh kanalidagi hech kim, biz 3 kishi bo'lganmiz. Hech kim xafa bo'lmagan negativlardan, hech kim bunaqa depressiyaga tushmagan negativlarda. Men ko'pini o'qib, 100% o'qib chiqqanman kommentariyalarni. Где-то 70% negativ bo'lsa, qolgan 30% pozitiv. Ko'pchilik aytgan, "Bosinglar ukam, hammasi zo'r. Birinchi video unaqa katta talab kerak emas, zo'r chiqqan, keyingilarida o'zinglarga qarab video chiqarasizlar. Bunaqa birinchi video uchun zo'r" deyishgan. Negativ ham ko'p bo'lgan. "Shevenli gapir" yoki "Ne bunaqa kulgansan, ne kulavergansan". Mana shu gap slishkim ko'p bo'lgan. Ne ko'p kulaverasan. Men tushuntirib beraman. Birinchidan, men strah bor kameraga gapirishga. Ikkinchidan, men birinchi videom bo'lgan. Bizda bitta kadrda olingan u video. To есть menga o'ylashga yoki tekst tushishga vaqt bo'lmagan. Men nima tekst tushishni bilmaganman, qanaqa ma'lumot berishni. Men uchun juda qiyin bo'lgan videoga tushib berish, video olish. Sezgan bo'lsanglar, ko'rgan bo'lsanglar, Mersda ozgina o'zgarish bor. Unaqa ko'p deya olmayman. O'sha kulishlar unaqa emas. Chunki ko'p kulgansan deb men o'zimni ota-onam ham aytishgan. "Ne unaqa ko'p kulgansan, bo'lmaydi, yig'ishtirsang bo'lmaydimi?" Yig'ishtirish sababi nega videolarimiz to'xtab qoldi? Videolarimiz to'xtab qolish sababi bizning gruppamiz bo'linib ketib qoldi. Kimdir o'qishga, kimdir umuman gruppadan chiqib ketdi. Nima kerak? Negativ ko'p. Men nima qilishni bilmay qoldim. Bir o'zim videoga ola olmas edim. Menda panika bo'lib qoldi. Gruppa tarqab ketdi, hammaning o'zining ishi bor. Men yana 2 oy ularga telefon qilganman, video olinglar. Men mashina topaman. Olingan mashinalarni ham men topganman. To есть menimcha faqat menda beshinlik qiziqish bo'lgan video olishga, obzor chiqarishga.
Mana men sizlarga nega o'zi chiqyapman, nega video olyapman, men sizlarga tushuntirib beraman. Chunki men stream formatida video qilmoqchiman bu yog'iga bir o'zim. Stream sifatida qanaqa bo'ladi? Men boshida video o'yinlarni video qilib chiqmoqchiman streamda. Stream bu прямой efir, живой bo'ladi. Hamma emotsiyalar, hamma narsa живой bo'ladi. Undan keyin IRL streamga o'tmoqchiman. IRL stream bu hayotda bo'layotgan narsa. То есть men ko'chaga chiqib hayotiy narsani уже stream qilib beraman. IRL stream uchun men qanaqa ideyalar hali o'ylab topaman. Agar bu sizlarga qiziq bo'lsa, o'zinglarning kommentariyada fikringlarni yozib qoldiringlar. Nima o'ylaysizlar, qanaqa o'ylaysizlar? Bo'ladimi, bo'lmaydimi qiziqish? Chunki boshida aytib o'tganimdek, men o'zi streamga ko'proq qiziqqanman, chem videoga. Chunki streamda уже esingizdan chiqib ketib qoladi, что siz videoda olyapti, gapiryapsiz streamda, chalg'iysiz masalan o'yin bilan yoki hayotda real stream bo'ladigan bo'lsa, nimadir bilan. Когда siz просто mana bunaqa yuzga video kamerani olib turib, siz o'sha video kameraga gapirishingiz kerak bo'lsa, bu juda qiyin. Bilmadim, men uchun juda qiyin bo'ldi. Shuning uchun o'zingizlarning fikringlarni yozib qoldiringlar. Men обязательно o'qib ko'raman. Hamma kommentariyani o'qinglar. 250 ta подписчик Malibuning o'zida bo'lgan. Bu men uchun juda katta YouTube bo'lgan, bilasizlar. Men 1 yil xursand bo'lib yurganman. Video ololmaganman, to'g'ri, bu uchun ming bor uzr, lekin men juda xursand bo'lganman. 27 mingta просмотр, 250 ta подписчик. Men uchun bu просто bomba bo'lgan. Chunki men umuman o'ylamagan, umuman kutmaganman. Bizda shunaqa aktiv bo'ladi, shunaqa videomiz chiqib ketadi rekomendatsiyaga odamlarga. Hammaga rahmat. 7 minutdan xos kuzatib turganinglar uchun, qiziq bo'lgani uchun shu tema. Bu yog'iga endi bo'la aktivniroq bo'lishga men o'zim va'da beraman, chunki men o'zim qilaman hamma videolarni, hamma narsa o'zimning qo'limda bo'ladi. Shunaqa.